Pomidor bilan bodring chiroyli chiqadi deydi. Dars qilib o'tiradi. Okey. Nima bo'ldi bu? Qo'yamiz. Homiladorni ko'rmasin. Go'sht qara go'sht ya. Narxini oxirida aytamiz. Solamiz. Karamma. Mutqamiz. Dietический bo'ldimi? Bay. Buni yegandan keyin nima ish qilishni bilasizlar? Sport bilan shug'ullanish kerak. Bo'lmasa chiqarib yoki qattiq mehnat qilish kerak. Sho'rvani savsini yemay qattiq xato qiladi. Savsida ko'p vitamin bor.